Bismillahirrohmanirrohim. Olamlar parvardigori Allohga hamd sanolar bo'lsin. Olamlarga rahmat qilib yuborilgan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, u zotning ahli oilalariga va sahobalariga salovat va salomlar bo'lsin. So'nggi yillarda talabalarning ko'pchiligidan Mabdaul Qiroat bir kitobining i'robi, ya'ni grammatik tahlilini tushunishda qiyinchiliklar uchrayotgani haqida eshitib turardim. Holbuki bu kitobni i'roblab bergan ustozlar uni nihoyatda chuqur va mukammal tushuntirib berganlar. Shunga qaramay, bugungi zamon talablari va mavjud imkoniyatlarni inobatga olib, mazkur kitobni yanada tushunarli bo'lishi uchun video darsliklar shaklida tayyorlashni lozim deb bildim. Ovozli darslarda imkon bo'lmagan misollar, jadvallar va xaritalarni ko'rsatishga harakat qildim. Shunda talaba qoidalarni to'liq, batafsil va bosqichma-bosqich tushunib olishini umid qildim. Alloh taolodan ushbu darslikni foydali, tushunarli va barakali qilishini so'rab qolaman. Shuningdek, avvalo o'zimni, so'ng ota-onamni va barcha musulmonlarni o'zining keng mag'firati ila o'rab qo'yishini Alloh taolodan iltijo qilaman. Bu darsligimizga kirishdan oldin o'zimizga 3 ta muhim bir savolni qo'ydik. Va mana bu savollardan birinchisi, bu darslik kimlar uchun? Bu darslik quyidagi mana shu 4 ta kitobni o'qib chiqqan kishilar uchun. O'qib chiqqanda bir sira sharhlatib o'qish emas, albatta. Misol uchun Mabdaul Qiroat 1 bilan Mabdaul Qiroat 2 ni lug'atlarini yodlab, tarjima qilib, ustoz bilan birga puxta o'qib chiqqan bo'lish kerak. Xuddi shunday Janob Tolibni ham qoidalarini yodlab, jadvallarini yodlab, Mabdaul Nahuni ham qoidalarini yodlab, hammasini o'qib chiqqan bo'lishlik kerak. Ya'ni mana bu quyidagi 4 ta kitobni o'qimasdan turib, quyidagi darsligimiz u uchun qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin. Ya'ni daraja o'laroq hali bu darajaga yetmagan bo'ladi. O'sha uchun kim o'qimagan bo'lsa, albatta mana shu kitoblarni avvalo o'qib chiqishni tavsiya qilamiz. Endi ikkinchi savol. Bu kitobni tarkib qilishdan maqsad nima? Hozir kimdir o'ylashi mumkinki, Mabdaul Nahuni o'qidim yoki boshqa nahvu kitobini o'qidim, qanday i'rob qilishi, qanday tarkib qilishi o'rgandim. Nima qilaman hozir yana mana bu Mabdaul Qiroat kitobini tarkib qilib, birdaniga arabcha kitobga o'tib ketsam bo'lmaydimi degan savol tug'ilishi mumkin. Biz aytamizki, bu kitobni tarkib qilishlikdan maqsad nahvuni mustahkamlab, uni tatbiq qilish. Biz Mabdaul Nahvu yoki boshqa nahvu kitobida o'rgangan qoidamizni bu yerda tatbiq qilamiz va ketma-ket bir necha marta tatbiq qilishimiz asnosida bu mustahkam bo'lib qoladi. Va yana talabalar ichida ba'zilari to'g'ri qoidani bir martada tushungan bo'lishi mumkin, lekin ba'zilar borki qoidani bir martada tushunmaydi. U qoida qachonki tatbiq qilinganda tushunadi yoki qisman tushungan bo'lsa, oxirigacha tushunmagan bo'lsa, mana shu tatbiq asnosida buni tushunib oladi va uni mustahkamlab ham oladi. Xo'p, endi 3-savol. Bu kitobni qanday uslubda o'rganamiz? Mana bu kitobni o'rganishdagi uslubimiz qanaqa bo'ladi? Avvalambor, Mabdaul Qiroat 1 kitobida berilgan jumlalarni tarjima qilib chiqamiz. Ikkinchidan, har bir kalimaga hukm qo'yamiz. Ya'ni aytaylikki, hada kitobun jumlasi keldi Mabdaul Qiroatda. Biz buni tarjima qilamiz, bu kitob deb. Keyin mana bu kitob jumlasidagi har bir kalimaga biz hukm qo'yamiz. Hada mubtada deymiz. Kitobunni esa xabar deymiz. Keyin 3-dan hukmning tafsilotini zikr qilamiz. Ya'ni biz mubtada deb hukm qo'ydik-ku, o'shani tafsilotini zikr qilamiz. Ta'rifini, turini va hokazo unga tegishli bo'lgan barcha tafsilotni zikr qilamiz. Va biz xabar dedikmi, xabarni hukmini, tafsilotini, barchasini zikr qilib ketamiz. Xo'p, keyin 4-sida biz i'roblaymiz. Nima? Biz hozir tafsilotini zikr qildikmi, hada kitobini? Endi buni grammatik tahlil qilib qo'yamiz xolos. Hada kitobini aytamizki, ha harfu tanbih, sukunga mabni, i'robda o'rni yo'q. Za ismi ishora, sukunga mabni, mahallan rafda mubtada. Va hokazo qisqacha tahlilini aytib qo'yamiz. Va 5-da esa tafsilotlarni faqat bir marta zikr qilamiz. Bir marta aytamiz. Chunki har bir mubtado kelganda uni tafsiloti juda chuqur bo'lishi mumkin. Har birini tafsilotini zikr qiladigan bo'lsa, juda ko'p vaqt ham ketadi
va inson malollanib qoladi. Zotan biz bu yerda tafsilotini zikr qilishligimizdan maqsad kimdir bu kitobni nahuni ancha oldin o'qigan bo'ladida, bu qoidalar esidan chiqib qolgan bo'lishi mumkin. O'sha uchun ayni tafsilotini zikr qilib tatbiq qilib ketishimiz kerak bo'ladi, eslashlik uchun. Kimdir yaqinda o'qigan bo'lsa, ko'proq tafsilot zikr qilishga harakat qilamiz. Shunda unga yangi ma'lumot ham bo'ladi va yana mustahkamlanib ham qoladi o'sha qoidalar. Va aytganimdek bir marta zikr qilamiz. Keyingi safar bizga mubtado keladigan bo'lsa, mubtadoni tafsilotini gapirib o'tirmaymiz. Shunday tarjima qilamiz, i'roblaymiz. Ya'ni mana bu birinchi punktni va 4-punktni qilamiz bo'ldi. Mana bu o'rtadagi narsalarni aytib o'tirmaymiz. Birdaniga hukm qo'yamiz, grammatik tahlil qilib ketamiz xolos. Endi darsga kirishdan oldin sizlarga bir tavsiyam bor. Ilm 4 narsa bilan hosil bo'ladi. Ya'ni ilm mustahkam bo'lishligi 4 narsa bilan bo'ladi. Bu eshitish bilan, ko'rish bilan, yozish va o'qish bilan. Bu darslikda siz eshitasiz, qoidalarni va tatbiq qilishini ko'rasiz. Ya'ni siz bu darsda mana shu ikkita narsani olasiz. Va bu ma'lumot yanada ham mustahkam pishiq bo'lishligi uchun siz nima qilishingiz kerak? Bu qoidalarni yozishingiz kerak va takror qilib uni yana o'qishingiz kerak. Demak, bu darslikni mustahkam bo'lib sizda qolib ketishligi uchun, esingizda qolib ketishligi uchun va keyinchalik boshqa kitoblarda ham bu qoidalarni tatbiq qilishingiz uchun siz yaxshilab tinglab eshitishingiz kerak, tatbiq qilinishlarini ko'rishingiz kerak va keyinda yozishingiz kerak. Bu qoidalarni yoki jadvallar bo'ladi, yozishingiz kerak va buni bir necha marta sanoq qilib, bir necha marta emas, bir 10 marta, 15-20 marta sanoq qilib ularni qaytarishingiz kerak bo'ladi. Qoidalarni esa albatta yodlashingiz kerak bo'ladi. Mana shunda siz nahvni o'zida juda ham mustahkam qilasiz. Va bu talaba uchun juda muhim bo'lgan narsa. Albatta bu talabalikni boshi va boshida siz agar o'zingizni fundamentingizni, asosingizni mustahkam qilolmaydigan bo'lsangiz, hozirdan keyinchalik qiynalasiz va albatta biz juda ko'p eshitganmiz, nechtasi nahvu hozirda uncha muhim emas, keyinchalik pishirib olaman degan shunaqa o'zini aldashlar bilan katta kitoblarga tushib olgan, keyinchalik bu mustavoni, bu darajani ko'tara olmagandan keyin yana nahvu o'qishim kerak ekan, sarf o'qishim kerak ekan deb qaytganlari juda ham ko'p eshitganmiz. Xo'p, darsni boshlashimizdan oldin Alloh taolodan tavfiq so'raymiz va bu darsligimizni manfaatli bo'lishligini so'raymiz. Endi ad-darsul avvalu, birinchi dars. Mabdaul qiroat bir kitobida birinchi darsi bizga mana bu quyidagi jumlalarni bergan. Albatta bularni birma-bir o'qib tarjima qilamiz. Hada kitabun, bu kitobdir. Hadihi mistoratun, bu chizg'ichdir. Ayna sabburatu, doska qayerda? Aynal mihbaratu, siyohdon qayerda? Xudil qalama, qalamni ol. Hatil kurrasata, daftarni ber. Hada varaqun, bu varaqdir. Xudil kitaba, kitobni ol. Ma hadihi mistoratun, bu nima? Chizg'ichdir. Hati qalamal hibri, siyoh qalamni ber. Aynal kurrasatu, daftar qayerda? Aynal varaqu, varaq qayerda? Hada hibrun, bu siyohdir. Xo'p, endi mana bu Mabdaul qiroat bir kitobida kelgan jumlalarni tarjima qildik va endi hada kitabun. Endi biz hukm qo'yishimiz kerak. Biz aytamizki, hada mubtadodir, kitabun xabardir deymiz. Endi mubtadoni tafsilotiga kirishib aytamizki, mubtado lafziy omillardan xoli bo'lgan marfu ismdir. Albatta sizga bu ta'rif biroz qiyin tuyulishi mumkin. Ism nima, marfu nima, omil nima degan. Va albatta bu noaniqlikni ketkazishlik uchun biz har bir mana shu ta'rifdagi tushunarsiz jumlani so'zi tarjima qilib ketamiz. Birinchisi ism nima? Aytamizki, arab tilida kalimalar 3 qismga bo'linadi. Bu ism, fe'l
harfdir. Ism o'zidan ma'no anglatib, biror bir zamonga aloqasi bo'lmagan kalimadir. Ya'ni ma'no anglatadi va zamonga hech aloqasi yo'q uni. Bunga misol Zaydun, o'g'il bolaning ismi. Xo'p, ma'nosi nima desa, o'g'il bolaning ismi degani, bir kishining ismi. Zamonga aloqasi bormi desa, hech qanday aloqasi yo'q. Zaydun deb eshitganingizda kelajakka ham, hozirga ham, o'tmishga ham bog'lay olmaysiz. Yoki misol uchun farosin, ot degani bir hayvonni anglatadi. Zamonga aloqasi bormi? Yo'q. Hadaga qaraydigan bo'lsak, bu degani arab tilida bu. Bu bir ishorani, ko'rsatishni anglatadi, lekin zamonga aloqasi yo'q. Ayni mana shu yerda biz o'tayotgan hada kitobidagi mana shu hada bu ismdir. Demak, tepada zikr qilgan lafziy omillardan xoli bo'lgan marfu ism dediku, demak hada mana shu birinchi atamaga to'g'ri kelar ekan. Anta sen degani. Bu esa kishilik olmosh. Ma'no anglatyapti, zamonga aloqasi yo'q. Kitabatun yozmoq, yozdi, yozyapti, yozadi emas, yozmoq deyamiz. Yozmoq nima degani? Bir ish harakatni anglatadi. Zamonga aloqasi bormi desa, yo'q, zamonga aloqasi yo'q. Mujtahidun tirishqoq degani. Xo'p, ma'no anglatyaptimi? Anglatyapti. Zamonga aloqasi bormi? Yo'q. Demak, mana shu yerdagi mana bu so'zlar barchasi ism deyiladi. O'zidan ma'no anglatadi, biror bir zamonga esa aloqasi yo'qdir. Keyingisi fe'l. Fe'l esa o'zidan ma'no anglatib, uch zamonning biriga dalolat qilgan kalimadir. Ismdan farqli o'laroq zamonga dalolat qiladi. Bunga misol kataba yozdi. Yozdi deganda siz ish harakatini tushunasiz va o'tmishda qilinganligini tushunasiz. Chunki yozdi deyapti. Yozib bo'ldi u. Keyingisi yaktubu yozayapti. Yozayapti, siz bundan yozish ish harakatini tushunasiz va ayni hozirgi paytda qilayotganligini tushunasiz. Yozayapti deyapti. Keyingisi esa uktub yoz. Siz bundan ish harakatini tushunasiz va kelajakni tushunasiz. Uktub yoz deganda. Qanday kelajakni tushunamiz? Buyruq fe'lida desa, aytamizki, sizga kimdir uktub yozgin deb aytgandan keyin siz yozasiz. Siz yozmayotganligingiz uchun u sizga yoz deyotgan bo'ladi. Va demak, uktub deyilgandan keyin ish harakat bo'lganligi uchun biz uktubni kelajakka aloqasi bor deymiz. Demak, shunday qilib mana shu quyidagi kataba, yaktubu, uktub uchalasi ham zamonga dalolat qiladi. Demak, mana shu uchalasi ham bizda fe'l ekan. Va uchinchisi bu harf. Harf esa o'zidan mustaqil ma'no anglatmagan kalimadir. Biz nima dedik? Ismni o'zidan ma'no anglatgan dedik. Fe'lni ham o'zidan ma'no anglatgan dedik. Ammo harf esa o'zidan mustaqil ma'no anglata olmaydi. Ya'ni o'zicha ma'no anglatmaydi. Qachonki boshqasiga qo'shilib kelsa, ya'ni tepadagi ism bilan fe'lga qo'shilib kelsa, o'shanda ma'no anglatadi. Misol uchun mana fi, lam, hal kabi. Bular o'zicha ma'no anglatmaydi. Lekin qachonki biz fini baytga qo'yadigan bo'lsak, fil bayti, uyda bo'lib qoladi. Baytun uy, fil bayti uyda bo'lib qoladi. Yoki lam o'zi yaktubu yozyapti, lam yaktub yozmadi. Mana bu yerda lam nima qilyapti bizga? Inkoriy ma'noni bildiryapti. Lekin yaktubu bo'lmasdan oldin lam o'zidan hech ma'no anglatmas edi. Qachonki yaktubuga qo'shilgandan keyin inkoriy bir fe'l hosil bo'ldi. Keyingisi esa bizda nima? Hal. Bu hal anta, sen mi? Hal katabta, yozding mi? Mana bu yerda hal o'zicha ma'no anglatmas. Qachonki anta bilan qo'shilib kelganda ma'no anglatib, sen mi? Hal katabta, yozding mi? Demak, fe'l harf o'zidan nima? Mustaqil ma'no anglatmagan bir kalimadir. Va mana bu harflarga e'tibor beradigan bo'lsanglar, mana bu yerda fi bu ismga qo'shilgan. Lam esa fe'lga qo'shilgan. Hal esa ismga ham, fe'lga ham qo'shilgan. Shundan bilamizki, harflarning ichida faqatgina ismga qo'shilib keladigan bor, fi kabi. Va faqatgina fe'lga qo'shilaydigani bor, lam kabi. Va ismga ham, fe'lga ham qo'shilaydigani bor, hal kabi. Demak, biz nima? Mubtado lafziy omillardan xoli bo'lgan marfu ism deganimizdagi ismni tushunib oldik. Endi keyingi tushunarsiz kalima bu marfu. Marfu nima?
Arab tilida kalima oxiri o'zgarish yoki o'zgarmaslik jihatidan ikki qismga bo'linadi. Bu bizda mu'rob va mabni. Demak, kalima oxiri o'zgarish, o'zgarmaslik jihatdan mu'robga va mabniga bo'linadi ekan. Mu'rob jumladagi kalimalar turlanishiga qarab oxiri o'zgaradigan kalima. Ya'ni kalimani agar oxiri o'zgaradigan bo'lsa, biz mu'rob deymiz. Bunga misol, mu'rob ismga misol, qomal muallimu, o'qituvchi turdi. Ra'aytul muallima, o'qituvchini ko'rdim. Zahabtu ilal muallimi, o'qituvchiga bordim. Mana bu yerda qaraydigan bo'lsak, al muallimu kalimasida birinchisida oxiri zammali bo'lyapti, ikkinchisida oxiri fathali, uchinchisida oxiri kasrali. Ya'ni oxirini harakati o'zgaryapti. Mana shu o'zgaradigan ismni biz nima deymiz ekan? Mu'rob ism deymiz ekan. Xo'p, endi mu'rob fe'lga misol. Demak, mu'rob ism, mu'rob fe'lga misol keltirishligimizdan bilamizki, mu'rob ismda ham bo'lishi mumkin, fe'lda ham bo'lishi mumkin. Misol uchun mana fe'lga misol yaqudu tilmizu, o'qituvchi o'tiradi. At-tilmizu lam yaq'ud, o'quvchi o'tirmadi. Lan yaquda tilmizu, o'quvchi hech o'tirmaydi. Mana bu yerda yaqudu fe'liga e'tibor beradigan bo'lsak, avvalida zammali, keyingisida sukunli va uchinchisida esa fathali bo'lyapti. Demak, mana bu fe'l jumladagi kalimalar turlanishiga qarab, jumladagi holat o'zgarishiga qarab oxiri o'zgaryapti. Demak, biz buni yaquduni mu'rob fe'l deymiz. Al-muallimun esa mu'rob ism deb aytamiz. Endi qaranglar, mu'robni 4 ta holati bor. Biz tepada o'tdik-ku, mana muallimuni oxiri o'zgardi. Ya'ni u fe'lni ham oxiri o'zgardi. O'sha o'zgarishi o'zi 4 qismga bo'linadi. Ya'ni mu'robni 4 holati bo'ladi, 4 o'zgarish holati bo'ladi. Birinchisi raf holati, ikkinchisi nasb holati, uchinchisi jar holati, jazm holati. Endi raf holatiga tushgan ism yoki fe'lni biz marfu deymiz. Nasb holatiga tushgan ism yoki fe'lni biz mansub deymiz. Jar holatiga tushgan ismni majrur deymiz. Chunki majrurlik, ya'ni jarlik ismga xosdir. Va jazm holatiga tushgan fe'lni esa biz majzum deymiz, chunki jazm bu fe'lga xosdir. Xo'p. Endi bunga misol mana. Qomal muallimu. Bu yerda muallimu raf holatida bo'lyapti. Mana bu ism marfu deymiz. Al muallimu biz buni marfu deymiz. Marfu ism. Yaqudu tilmizudagi yaquduni biz marfu fe'l deb aytamiz. Ra'aytul muallima, muallimani biz mansub ism deymiz. Lan yaquda tilmizu, mana bu yerda yaqudani biz mansub fe'l deymiz. Zahabtu ilal muallimidagi mana bu muallimini biz majrur ism deymiz. At-tilmizu lam yaq'ud degan mana shu yaq'ud fe'lini esa biz majzum fe'l deb aytamiz. Xo'p. Demak, shunga qarab marfu nima ekanligini bilib oldik. Biz umumiy arab tilidagi kalimalarni mu'rob mabniga bo'ldik va mu'robning ichida marfu bor ekan. Demak, bizda mubtado mana shu raf holatida bo'ladi ekan, ya'ni doimo marfu bir ism bo'ladi ekan. Xo'p. Endi marfu nima o'zi? Marfuni biz qanday aniqlaymiz? Mana bu holatda ekanligini qanday bilamiz desa, aytamizki, marfu oxirida zamma yoki uning o'rinbosari keladigan kalimadir. Qachon siz bir ismda yoki fe'lda oxirida zammani ko'rdingizmi, siz unga nima deb hukm qilasiz? Marfu deb hukm qilasiz. Va tabiiyki faqatgina zamma emas alomati. Zammani o'rniga keladigan boshqa alomatlari bor. Endi bizda raf alomatlari bor. Ismni yoki fe'lni marfu ekanligini bilib olishligimiz uchun bizda alomatlar bor. Qachonki shu alomatni siz ismda yoki fe'lda ko'radigan bo'lsangiz, bu marfu kalima deb aytasiz. Va alomatlarni asosiysi bu zamma. Rafni asosiy alomati zamma. Qachonki siz bir fe'lda yoki ismda oxirida zammani ko'radigan bo'lsangiz, siz unga
marfu deb hukm qo'yishingiz mumkin. Bunga misol ja'al muallimu. Mana bu yerda muallimuni oxirida siz zammani ko'ryapsiz. Demak, muallimu bu marfu ism bo'ladi. Yaq'udu tilmizu. Yaq'udu mana bu fe'lni oxirida biz nima? Zammani ko'ryapmiz. Demak, mana shu fe'lga biz marfu deb hukm qo'yamiz. Marfu fe'l deb aytamiz. Va tabiiyki zamma har doim alomat bo'lmaydi. Gohida uni o'rniga boshqa alomatlar keladi. Va bular 3 ta. Zammani o'rin bosar alomati 3 ta. Alif, vav va nunni turishi. Alif bilan vav faqatgina ismlarda keladi, nunni turishi esa faqatgina fe'llarda keladi. Xo'p, birinchi alifga qaraydigan bo'lsak, alif qachon keladi desa, tasniyada keladi. Tasniya bu ikkilik so'z. Ya'ni kitabun bitta kitob bo'lsa, kitabani ikkita kitob. Talibani ikkita talaba. Daftaroni ikkita daftar. Masjidani ikkita masjid va hokazo. Demak, tasniyada agar biz alifni turganligini ko'rsak, biz bunga marfu deb hukm qo'yamiz. Misol uchun mana tasniyada jaa talibani ikki talaba keldi deyapti. Talibani kimdir sizdan bu qanaqa ism deb so'raydigan bo'lsa, siz aytasizki, bu marfu ism. Qayerdan bildingiz desa, aytasizki, mana bu alifni turishidan bildim deb aytasiz. Endi keyingisi bu vav. Vav bu jam muzakkar solimda keladi. Jam muzakkar solimda. Bu muzakkar ismni jama, ya'ni sog'lom ko'pligi deymiz. Jaa talibuna. Talibunani biz marfu ism deymiz. Nimaga marfu deymiz desa, chunki bu yerda vav turibdi. Vav mana bu marfu rafni alomati bo'ladi. Va asmo'i xamsada jaa abuka. Mana bu yerda abuka da vav bu raf alomati bo'ladi. Biz marfu deymiz. O'zi har bir jam muzakkar solimni, asmo'i xamsada, tasniyani inshaalloh o'z o'rnida batafsil gapirib o'tamiz. Va zammani 3-o'rin bosari bu nunni turishi dedik. Va nunni turishi qachon bo'ladi? Bu af'oli xamsada bo'ladi. Bizda 5 ta fe'l bor. Buni ham o'z o'rnida inshaalloh o'tamiz. Mana bu quyidagi 5 ta fe'lni oxirida agar biz nunni turganini ko'radigan bo'lsak, biz bu fe'lni marfu deb aytamiz. Yaktubuna, taktubuna, yaktubani, taktubani, taktubina. Mana bu nunlari ko'ryapsiz. Agar siz fe'lda mana shu nunni ko'radigan bo'lsangiz, siz bunga bemalol marfu fe'l deb hukm berishingiz mumkin bo'ladi. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, zamma ismda ham fe'lda ham bo'lishi mumkin ekan. Alif bilan vav faqatgina ismda bo'ladi. Nunni turishi esa faqatgina fe'lda bo'ladi. Shunday qilib biz qanday ism yoki fe'l marfu ekanligini bilib oldik. Endi biz tepada morob haqida gapirdik, lekin mabni qolib ketdi. O'z o'rnida mabnini ham gapirib ketsak yaxshi bo'ladi. Al-mabniyu nima degani desa, jumladagi kalimalarning turlanishiga qarab oxiri o'zgarmaydigan kalimadir. Morob oxiri o'zgaradigan kalima edi, ammo mabni esa oxiri o'zgarmaydi. Jumlada holat qanday o'zgarmasin, u doimo bir xil holatda turadi. Tabiiyki bunga bir misol ko'rib ketsak yaxshi. Mabni ismga misol: hada qalamun, bu qalam. Ra'aytu hadal qalama, bu qalamni ko'rdim. Katabtu bi hadal qalami, bu qalam bilan yozdim. Mana bu uchala holatda ham hada umuman o'zgarmayapti. Jumladagi holat o'zgaryapti, lekin bu hech ham o'zgarmayapti. Endi mabni fe'lga misol: qamal muallimu, o'qituvchi turdi. Ma qamal muallim, o'qituvchi turmadi. Hal qamal muallimu, o'qituvchi turdimi? Mana bu yerda qoma fe'liga e'tibor beradigan bo'lsak, uchala holatda ham bir xil holatda turibdi. Umuman o'zgarmayapti. Ya'ni uchala jumlada ham bir xil holatda turib, umuman o'zgarmayapti. Demak, mana bu yerdagi hada ham, qoma ham bular mabnidir. Hada bu mabni ism bo'lsa, qoma esa bu mabni fe'l bo'ladi. Demak, biz bildikki, mu'rob fe'l bo'lishi mumkin, mu'rob ism bo'lishi mumkin. Xuddi shunday mabni fe'l ham bo'ladi, mabni ism ham bo'ladi. Endi qo'shimcha mabniga tegishli bo'lgan bir qoidani aytib ketamizki,
Mabnilarda oxirgi harakat nima bo'lsa, o'sha harakatga mabni bo'ladi. Biz i'roblayotganimizda, grammatik tahlil qilayotganimizda bizga agar mabni ism yoki bir fe'l yoki harf uchraydigan bo'lsa, biz nimaga mabni ekanligini aytib ketishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun man haulai nahnu anta qoma. Biz mana bu quydagilar hammasi mabnidir. Biz aytib ketishimiz kerak nimaga mabni ekanligini. Misol uchun manni biz nima deymiz? Sukunga mabni deymiz. Chunki oxiri sukun turibdi. Ya'ni sukun mabni degan o'zi qotgan degani. Ya'ni mana bu sukunda qotib qolgan deymiz. Hech qachon o'zgarmaydi bu sukun. Haulai biz buni kasraga mabni deymiz. Ya'ni kasrada qotib qolgan degani. Nahnuni zammaga mabni deymiz. Antani fathaga mabni deymiz. Qomani ham fathaga mabni deymiz. Ya'ni tepada aytgan mana bu qoidaga ko'ra mabnilarda oxirgi harakat nima bo'lsa, o'sha harakatga mabni deymiz. Hozir mana bu yerda oxirgi harakat nima edi? Ayni o'sha harakatga bizda mabni bo'ldi. Endi qo'shimcha yana ba'zi bir kalimalar keladi, ular biroz tushunarsiz, o'shalarga ham oydinlik kiritib ketamiz. Mana bu yerda alladini nimaga mabni qilamiz desa, aytamizki sukunga mabni deymiz. Chunki alladi deganimizda yonda sukun turibdi. O'sha sukunga mabni deymiz. Chunki yozilishda yoda harakat qo'ymaydi-da, lekin aytilishda sukun bilan to'xtaladi. O'shaning uchun alladini biz sukunga mabni deymiz. Kasraga mabni demaymiz, mana bu oxirgi harakatni ko'rib. Hazada ham oxirgi biz ko'rib turgan harakatimiz bu fathadir. Lekin bu fathaga mabni bo'lmaydi. Sukunga mabni bo'ladi. Chunki biz hada deb mana bu alifda nuqta qo'yamiz. Ya'ni alifda to'xtalaymiz. O'sha uchun biz hadani sukunga mabni deymiz. Endi mana bu kataba. Xo'p, katabada biz hazaga o'xshatib bu ham sukunga mabni bo'ladimi desa, yo'q. Bu yerda fathaga mabni bo'ladi. Chunki biz kalimani asosiga qaraymiz. Bilingmi? Bizda hozir kataba bu kalimani asosi hisoblanadi. Tabiiyki sarf o'qiganlar bular hammasi biladi. Chunki kataba bu asosi, alif esa bu ziyoda tashqaridan qo'shilgan bo'ladi. Biz shunda kalimani asosi, ya'ni kalimani asosiy oxirgi harfga qaraymiz. Bizda kalimani asosiy oxirgi harf bu ba va mana bu bani ustida fatha turibdi. Xo'p, xuddi shunday katabtu biz sukunga mabni deymiz. Mana bu ta, mana bu tu bu zoida, chetdan qo'shilgan. Kalimani asli esa mana bu oxirgi ba harfi va bu sukunlar. Katabuda ham xuddi shunday. Biz mana bu sukunga mabni demaymiz, balki mana bu kalimaning oxiridagi ba harfiga qaraymiz va mana bu ba zammali bo'lganligi uchun biz buni zammaga mabni deb aytamiz. Endi savol, nimalar bizda mabni? Fe'llar aslida mabnidir. Biz asl nima ekanligini bilib olsak, keyin shunga qarab ish qilishimiz oson bo'ladi. Fe'llardagi asl mabnidir. Qachon siz fe'lni uchratsangiz, siz uni mabni deb tushunishingiz kerak, ya'ni qotgan deb. Lekin bundan muzori fe'li mustasno. Biz bilamizki, fe'llar 3 qismga bo'linadi. Mozi, muzori, amr. Bizda mozi, amr bular doimo mabni bo'ladi, muzori esa mu'rob bo'ladi. Ismlar esa aslida mu'robdir. Ya'ni ismlardagi asl bu mu'roblik. Ya'ni qachonki siz ismni ko'rdingizmi, siz uni mu'rob deb hukm qilasiz. Ya'ni oxiri o'zgaradigan deb hukm qilasiz. Ammo bundan 9 turdagi ism mustasno. Tabiiyki har bir qoidada o'zining istisnosi bo'ladi deydi-yu. Xuddi shunday bu yerda ham har bir qoidada o'zining istisnosi kelyapti. Endi harflarga keladigan bo'lsak, harflar doimo mabnidir. Shuni eslab qolaylikki, harfda mu'rob bo'lishi mumkin emas. Harf doimo mabni bo'ladi. Mu'rob bo'lishligi hech ham mumkin emasdir. Xo'p, endi qisqacha mabni fe'llarga to'xtalaydigan bo'lsak. Xo'p, biz aytdikki, mozi doimo mabni dedik. Kataba fathaga mabni deymiz. Katabu zammaga mabni, katabda sukunga mabni deymiz. Xo'p, muzoriyni biz nima dedik? Muzori fe'li agar qaranglar, muzori fe'li aslida nima dedik? Mu'rob dedik, to'g'rimi? Muzori fe'li mu'rob bo'ladi. Lekin agar unga muannas nuni yoki ta'kid nuni qo'shilsa, nima bo'lar ekan? Muzori fe'li ham mabni bo'lib qoladi. Xo'p, bizda muannas nuni nima desa, mana bu yaktubna, taktubna deganimizda mana bu nun bu muannaslik nuni, ya'ni ko'plik, ayollik
nuni agar biz fe'lda mana shu nunni ko'radigan bo'lsak, bu fe'limiz mabni bo'lib qoladi. Biz yaktubni sukunga mabni deymiz. Taktubnani ham sukunga mabni fe'l deb aytamiz. Agarcha bular muzori bo'lsa ham muannas nuni qo'shilgani uchun mabni bo'lib qoladi. Keyingisi bizda yaktubanna. Mana bu yerda mana bu ta'kid nuni deyiladi. Mana bu oxirdagisi ta'kid nuni. Ya'ni bir fe'lni ta'kidlashlik uchun arablar oxirga yo sukunli nunni qo'yadi yoki tashdidli nunni qo'yadi. Va qachonki muzori fe'liga mana shu nunlar qo'shiladigan bo'lsa, biz uni mabni deymiz. O'zi yaktubu mu'rob edi, lekin biz unga nun qo'shganimizdan keyin bu fathaga mabni bo'lib qoladi. Yaktubannada ham ayni shunaqa fathaga mabni bo'lib qoladi. Mana bu nun xafifa deyiladi. Mana bu esa saqila deyiladi va bularni inshaalloh o'z o'rnida yana kelganda batafsil o'rganib chiqamiz. Va endi bizda amr qoldi. Amr ham doimo mabnidir. Amrdagi asl mabnilik. Misol uchun aytamizki, uktub sukunga mabni deymiz. Xo'p, uktuba nimaga mabni desa, biz bu yerda bitta qoidani zikr qilib ketamizki, fe'l amr nimaga majzum bo'lsa, o'shanga mabni bo'ladi. Biz uktuba deganimizda bu yerda nun bo'lgan, nun mana shu tushib ketganligi bu jazm alomati, ya'ni nunni yo'qligi jazm alomati deyiladi. Uktubuda ham o'zi uktubuna bo'lgan, keyin nun tushib ketgan. Uktubi ham uktubina bo'lganda nun tushib ketgan. Xo'p, irmida aslida irmi yo bo'lgan, keyin yo tushib ketgan. Muhimi biz inshaalloh jazm haqida gapirganimizda jazm qanday ishlanishligini tushunib olamiz, lekin sizlar eslab qolinglarki, fe'l amr nimaga majzum bo'lsa, o'shanga mabni bo'ladi. Hozir bu yerda uktuba nunni hazf bo'lishligiga mabni deymiz. Uktubu, uktubi bularni barchasida nunni hazf bo'lishligiga mabni deymiz. Mana bu irmida esa illat harfi, ya'ni yo harfi hazf bo'lishligiga mabni deb aytamiz. Inshaalloh yana o'z o'rnida bularni batafsil gapirib o'tamiz. Xo'p, endi biz nima dedik? Ismlardagi asl mu'roblik, ammo bundan 9 turdagi ism mustasno deb aytgan edik. Xo'p, mana shu 9 turdagi ismlardan birinchisi bu ismi ishora. Ismul ishora ko'rsatish olmoshi degani. Qachonki siz jumlada ko'rsatish olmoshini ko'radigan bo'lsangiz, siz unga mabni deb hukm qila olasiz. U mu'rob bo'lishligi mumkin emas. Ko'rib turganimizdek, mana bu yerda ismi ishorani, ya'ni ko'rsatish olmoshini jadvalini olib kelganman. Bu yerda birlik erkak agar yaqinga bo'ladigan bo'lsa, hada deysiz. Agar uzoqqa bo'ladigan bo'lsa, zalika deysiz. Endi birlik ayol agar yaqinda bo'ladigan bo'lsa, hadihi deysiz. Uzoqda bo'ladigan bo'lsa, tilka deysiz. Endi keyingisi ikkilik erkak yaqinda bo'ladigan bo'lsa, hazani, hazayni deysiz. Agar uzoqqa bo'ladigan bo'lsa, zanika, zaynika deysiz. Ikkilik ayol yaqinda bo'ladigan bo'lsa, hatani yoki hatayni deysiz. Uzoqda bo'ladigan bo'lsa, tanika, taynika deb aytasiz. Agar ko'plik bo'ladigan bo'lsa, bu yerda erkak ayol degan narsa yo'q, mushtarak, ya'ni erkakka ham ayolga ham bir xil ishlatiladi. Yaqinda haulay deysiz, uzoqda bo'ladigan bo'lsa, ulayka deysiz. Va mana bu yerda qaraydigan bo'lsak, ism ishorada ham hammasi mabni bo'lmaydi. Faqatgina birlik va ko'plik mabni. Ammo ikkilik esa mu'robdir. O'sha uchun gohida hazani deb keladi. Gohida esa jumlani turlanishiga qarab hazayni deb keladi. Gohida zanika deydi, jumla o'zgarishiga qarab zaynika deydi. Va hokazo hatani, hatayni, tanika, taynika deydi. Demak, ismi ishora umumiy olganda ko'rsatish olmoshi mabnidir. Bundan faqatgina mana bu ikkilik mustasnodir. Biz mabni ismlar 9 ta dedik. Hozirda faqatgina ismi ishora bilan kifoyalanamiz. Aks holda darsimiz juda cho'zilib ketadi agar har bir 9 turi bunaqa tafsiloti bilan zikr qiladigan bo'lsak. Demak, bilib olishimiz kerak bo'lgan narsa ismi ishora bu mabnidir. Nimaga ismi ishorani birinchi o'tdik desa, chunki hada kitabun deb bizda zikr qildi, to'g'rimi? Hada ya'ni ismi ishora bizda o'tdi. O'sha uchun biz buni jadvalda birinchisini to'ldirib ketdik. Keyinchalik qolgan mana shu 9 turdagi ismlardan biri dars asnosida uchraydigan bo'lsa, mana bu joyga birma-bir to'ldirib ketamiz inshaalloh. Xo'p,
Endi biz nima dedik? Mubtadoni ta'rifiga qaytadigan bo'lsak, lafziy omillardan xoli bo'lgan marfu ism dedik. Hozirda biz hadaga qaraydigan bo'lsak, hada ismmi? Ism biz o'tdik. Ism o'zidan biror bir ma'noni anglatadi va uch zamonni biriga aloqasi bo'lmaydi. Hada o'zidan ko'rsatish ma'nosini anglatyapti va zamonga aloqasi yo'q. Endi marfumi degan savol tug'iladi. Qaranglar, biz kalimani mu'rob bilan mabniga bo'ldik. Va marfu esa bu mu'robning ichida-yu, ammo hada esa bu mabni-yu. Unda qanaqa bo'lib qoladi? Hozirda demak bizda hada bu mubtadoga to'g'ri kelmay qolayotgan bo'lib qoladi-da. Ya'ni hada bu mabnidir. Ammo marfu esa bu mu'robu, mu'robni holatlaridan biri-yu, teskari bo'lib qoladi-yu degan savol bo'lib qoladi. Hop, biz bu yerda bitta qoidani zikr qilamizki, agar i'rob o'rniga mabni ism yoki mabni fe'l tursa, i'robdagi o'rniga qarab mahallan e'tibor beramiz. Mahallan marfu, mansub, majrur yoki majzum bo'ladi. Bu qoidani eslab qolamiz. Hozir mubtado bu marfu, rafu o'rni. Tushunarlimi? Mana buni o'rni biz buni mubtado dedik va mubtado doimo marfu bo'lishi kerak. Ammo bu yerga mabni ism tushib qoldi-yu, nima qilamiz desa, biz buni mahallan marfu deymiz. Ya'ni buni o'rni marfu deymiz. Aslida bu o'zi mabni, lekin buni o'rni marfu deb aytamiz. Mahallan deymiz o'sha uchun. Mahallun o'zi joy degani. Mahallan degani ya'ni joy o'laroq marfu degani. Xo'p. Demak, hazani biz mahallan marfu deymiz. Va e'tibor beramizki, bu faqatgina ismga xos emas. Mana bu yerda zikr qilganimdek yoki mabni fe'l tushsa deymiz. Fe'l tushsa ham mahallan nima? Marfu yoki mansub yoki majzum bo'lishi mumkin. Xo'p. Endi keyingi tushunarsiz qismi biz ism, marfu nima ekanligini tushunib o'tdik. Endi lafziy omillar dedik. Lafziy omillardan xoli bo'lgan bo'lish kerak dedik. O'zi omil nima? Lafziy nima? Arab tilida omil, amil bu o'zidan keyin kelgan ism yoki fe'lning i'rob holatini o'zgartiradigan sababchi. Ya'ni o'zidan keyin keladigan kalimani oxirini o'zgartiradi. I'robini o'zgartiradi. Biz tepada o'tdik-ku, mana bu mu'robi zikr qilganimizda qamal muallimu, ra'aytul muallima, zahabtu ilal muallimi dedik. Mana bu yerda muallimini oxiri o'zgaryapti 3 ta jumlada. Buni nima o'zgartiryapti desa, omil o'zgartiryapti deymiz. Mana shu o'zidan oldin kelgan mana bu qamal muallimudagi mana bu qoma bu muallimuni raf holatiga olib keldi. Ra'aytul muallimida esa ra'aytu o'zgartirdi. Ilal muallimi deganimizda ila muallimunni oxirini o'zgartirdi. Demak, mana shu kabi o'zgartiruvchi omillarni biz nima? Omil deb aytamiz. Endi omil bizda ikki qismga bo'linadi. Lafziy bo'ladi va ma'naviy bo'ladi. Xo'p, lafziy omil nutq qilganda so'zlanadigan, yozganda esa yoziladigan omildir. Bunga misol lam yashrob zaydun shay'a bis-sukkari. Zayd choyni shakar bilan ichmadi deymiz. Mana bu yerda lam kirishidan oldin bu yashrobu edi bu fe'l. Qachonki lam kirgandan keyin yashrob deb buni sukunli qilib holatini o'zgartirdi. Demak, yashrobni omili lam bo'ladi. Zaydun. Zaydun bu yerda zammali bo'lyapti. Xo'p, mana bu zayd zaydan bo'lishi ham mumkin edi, zaydin ham bo'lishi mumkin edi. Nimaga aynan zaydun desa, chunki bu mana bu fe'lni qiluvchisi bo'lganligi uchun bu zammali bo'ladi. Demak, zaydunning omili yashrob bo'ladi. Ash-shayani qaraydigan bo'lsak, mana bu shaya shayu bo'lishi ham mumkin edi yoki kasrali bo'lib shayi yoki sukunli shayi bo'lishi mumkin edi. Nimaga aynan fatha bo'ldi desa, chunki arab tilidagi qoidaga ko'ra fe'lni qilinmasi, ya'ni ish harakat uni ustiga tushgan narsa bizda nima bo'ladi? Fathali, mansub bo'ladi. Demak, mana bu yerdagi shayani omili yashrob bo'lyapti. Endi bisukkari. Xo'p, mana bu yerda sukkari kasrali bo'lyapti. Bu sukkaru
yoki sukkaro bo'lishi ham mumkin edi-yu, to'g'rimi? Nimaga bo'lmadi desa, chunki mana bu bi harfi o'zidan keyingi mana bu ismni kasrali qilib qo'ydi. Demak, sukkarunning omili bu yerda bi bo'ladi. Shunday qaraydigan bo'lsak, mana bu jumlada hammasi bir-birining omili. Mana bu lam yashrobning omili. Yashrob esa zaydun bilan shayunning omili. Bi esa sukkarinning omili. Va qarayapmizki, har bir omil o'zgacha ta'sir qiladi, o'zidan keyingi ismga yoki fe'lga o'zgacha ta'sir qiladi. Misol uchun lam nima qilib qo'yapti? Sukun qilib qo'yapti. Yashrob esa zamma ham qilyapti, fatha ham qilyapti. Bi esa o'zidan keyingisini kasra qilyapti. Demak, mana shu kalimani oxirini o'zgartiradiganini omil deymiz. Va bu yerda biz lafziy omillarni o'tayotdik. Mana bu yerda qaraydigan bo'lsak, lam ko'rinib turibdi. Va yozganimda mana yozdim. Yashrob ham ko'rinib turibdi va yozilgan. Bi ham ko'rinib turibdi va yozilgan. Hop, buni aksida esa bizda ma'naviy omil bor. Ma'naviy omil esa nutqda so'zlanmaydigan, yozganda esa yozilmaydigan omildir. Ya'ni biz bu omilni ko'rmaymiz va yozganimizda ham yozmaymiz va gapirmaymiz ham, lekin u bor. Va bu uch holatda bo'ladi. Ibtido, tajarrud, izofa deydi. Ibtido, ya'ni biz hozir mubtadoni o'tyapmiz, mana shu mubtadoni omili ko'rinmaydi. Ibtido degani boshlanish degani. Zaydun mujtahidun, Zayd tirishqoqdir deganimizda Zaydun bu yerda mubtado bo'lyapti. Va bu zammali bo'lyapti. Savol tug'ilishi mumkin. Mana bu Zaydunni qaysi omil buni zammali qildi degan savol tug'ilishi mumkin, to'g'rimi? Biz nima deymiz? Ibtido deymiz. Ya'ni jumlani boshida kelishligi o'zi zammali qilib qo'ydi. Va buni oldida qaraydigan bo'lsa, hech qanaqa omil yo'q. Hech qanaqa lafziy bir omil yo'q. Lafzida ko'rinmayapti. Yozgani ham yozilmayapti. Xo'p, keyin bizga yana tajarrudni beryapti va izofani beryapti. Bularni inshaalloh yana o'z o'rnida batafsil gapirib ketamiz. Hozirda shu ibtido bilan kifoyalanamiz. Xo'p, endi hada kitabunda biz hadani mubtado dedik. Va mana bu mubtadoni ta'rifini berdik. Mubtado lafziy omillardan xoli bo'lgan marfu ism dedik. Endi mana shu ta'rifimizga hada tushadimi, tushmaydimi? Birma-bir qarab chiqamiz. Xo'p, hada ismmi? Ism. Marfumi? Mahallan marfu deymiz. To'g'rimi? Chunki mabnilar mahallan bo'ladi dedik. Mahallan marfu. Bu ham to'g'ri keldi. Lafziy omillardan xolimi desak, hech qanaqa hadadan oldin buni hech qanaqa lafziy omil yo'q, ko'rmayapmiz. Demak, lafziy omillardan xoli deymiz. Demak, biz mana bu yerda hadani bemalol mubtado deyishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi yana qo'shimcha ma'lumotlardan biri. Har bir jumlada u haqida gapirilgan kishi yoki narsa bo'ladi. Ya'ni gap kimdir haqida yoki nimadir haqida ketadi. Arablar uni musnad ilayh deydi. Musnadun ilayhi deydi. Shunday qilib, mubtado ham musnad ilayh bo'ladi. Chunki jumlada aynan mubtado haqida gap yuritiladi. Bunga misol, Zaydun mujtahidun desak, Zayd tirishqoqdir deganimizda gap kim haqida ketyapti? Zayd haqida ketyapti. Hech kim tirishqoq haqida ketyapti demaydi. Zayd haqida gapiryapmiz. Zaydni tirishqoqligi haqida gapiryapmiz deb aytiladi. Demak, bizda mubtado nima bo'lar ekan? Doimo musnad ilayh bo'ladi. Chunki u haqida gap yuritiladi. Lekin bu musnad ilayh degani faqatgina mubtadoga xos emas. Musnad ilayh 3 ta narsada bo'ladi. Bu mubtadoda bo'ladi, Zaydun mujtahidun kabi. Va bu foilda bo'ladi va noibi foilda bo'ladi. Bularni inshaalloh o'z o'rni kelganda gapirib o'tamiz. O'zbek tilida bu musnad ilayhga ega deyiladi. Xo'p, endi biz hadani Alloh taoloning izni bilan tugatdik. Endi kitabunni biz xabar dedik. Xabar mubtadoga qo'shilib, mubtado haqida xabar bergan bo'lakdir. Ya'ni xabar hech qachon o'zi kelmaydi. U illoki mubtadoga qo'shilib keladi. Va mubtado haqida xabar beradi. Ya'ni mubtadoni xabarini beradi. Aks holda bizda gap tugalmay qoladi. Misol uchun bu deb shunday to'xtab qolsam, gap tugallanmagan bo'ladi. Men illoki bu deganimdan keyin xabarini berishim kerak. Bu nima? Bizni mana bu misolimizda bu kitob deyapman. Xo'p, demak
xabarni ta'rifi mubtadoga qo'shilib, mubtado haqida xabar bergan bo'lakdir deymiz. Juda ham oson. Xo'p, aslida mubtado ma'rifa bo'ladi, xabar esa nakira bo'ladi. Bu bir qoida, yozib qo'yasizlar. Endi savol tug'iladi. Ma'rifa va nakira nima o'zi degan. Xo'p, ma'rifa bu aniq ismga aytiladi. Bunga misol al-kitabu yoki Zaydun kabi. Nakira esa bu noaniq ism. Kitabun, tilmizun kabi. O'zi o'zbek tilida ma'rifa, nakira tushunchasi aslida yo'q. Ya'ni bunaqa termin o'laroq va bunaqa aniq arab tilida ajratilgandaqa o'zbek tilida ajratilmagan. Lekin buni biz baribir iste'mol qilamiz. Kundalikda ma'rifani, nakirani ham iste'mol qilamiz. Aytaylik, misol uchun ma'rifaga, aniq ismga misol keltiradigan bo'lsam, men sizga aytsamki, ertaga soat 11 da olim bir kishi keladi desam, ismi palonchi deb u haqida ma'lumotni berdim deylik. Keyin ertasi kun o'sha vaqt o'tgandan keyin sizga aytsamki, kishi keldimi desam, siz kimni tushunasiz? Birdaniga o'sha zehningizdagi aniq bo'lgan, kecha men zikr qilgan kishini tushunasiz birdaniga. Mana shu kabi ism nima? Ma'rifa deyiladi. Tushundingmi? Aniq bo'lgan ism ma'rifa deyiladi. Endi nakiraga misol qiladigan bo'lsak, nakira biz noaniq ism dedik. Noaniq ismga misol, men sizga aytsamki, kitobxonadan kitob olib keling desam. Kitobxonadan bitta kitob olib keling desam. Kitobxonada ming xil kitob bor. Qaysini olib kelishingiz kerak? Siz bilmay qolasiz. Mana shu noaniq ism deyiladi. Bu noaniqlik bo'lib qoladi. Tushundingmi? Shu kabi o'zbek tilida ham biz ishlatamiz. Odatda biz ma'rifaga nima qilib ishlatamiz? Ana u kishi deymiz. Shunday qilib biz o'zbek tilida ham kundalik hayotimizda nakira, ma'rifa bilan nakirani iste'mol qilamiz, lekin lug'at o'laroq bunaqa o'zbek tilida atama yo'q. Lekin inshaalloh tushundinglar degan umiddaman. Xo'p, mana bu yerda al-kitabu bilan Zaydun bu ma'rifa bo'ladi. Mana bu kitabun bilan tilmizun esa nakira bo'ladi. Endi savol tug'ilishi mumkin. Ma'rifa nakirani qanday bilib olamiz? Qanday ism ma'rifa yoki nakira ekanligini bilib olamiz desak, bularning alomati bor. Xo'p, o'zi biz aslida ma'rifa ismlarni bilib olsak bo'ldi. Bizda ma'rifa ismlar 7 tadir. Mana bular hammasi 7 ta turdagi ismlar, bular ma'rifa ismlar. Bulardan qolganlari esa nakira hisoblanadi. Qaranglar, birinchisi zamirlar. Bu kishilik olmoshi. Huwa, u, hiya, u qiz bola, ana, men, nahnu, biz, anta, sen, antum, sizlar. Qachonki siz jumlada zamirni ko'rdingizmi, ya'ni kishilik olmoshini ko'rdingizmi, bu ma'rifa, aniq ism degani. Chunki bu aniqlik kiritadi. Sen desam, aynan sizni qasd qilayotgan bo'laman, to'g'rimi? Biz desak, aynan o'zimizni, men desam, aynan o'zimni qasd qilayotgan bo'ladi. Bu ma'rifa, aniq ism. Bu yerda tushunarsizlik bo'lib qolishligi mumkin emas. Men desam, men bir nechta bo'lishi mumkin emas u, to'yinki siz adashib qolsangiz. Men faqatgina bitta bo'laman yoki huwa, u desam, ikkalamiz ham muayyan bir u uchinchi shaxsni qasd qilayotgan bo'lamiz. O'sha uchun zamirlar bu ma'rifa bo'ladi. Ikkinchisi alamlar. Alam degani al-alam, ya'ni ismlar, atoqli otlar deymiz. Zaydun, Muhammadun, Xolidun, Umaru. Bularning barchasi atoqli otlar ma'rifa bo'ladi. Bu atoqli ot insonniki bo'lsin, joyiki bo'lsin, va hokazo nimaniki bo'lishidan qat'iy nazar, atoqli o'ziga xos bir ism bormi, demak u ma'rifa bo'ladi. Uchinchisi esa bu ism ishora, ko'rsatish olmoshi. Bu, hada, hadi, hadani, haulay, zalika. Bu ism ishoralarning barchasi, ya'ni ko'rsatish olmoshlarning barchasi ma'rifa bo'ladi. Chunki bu deganimda muayyan bir narsani ko'rsatayotgan bo'laman. Ya'ni siz adashib qolishligingiz mumkin emas. Mana bu deb oldimdagi biror bir narsani ko'rsatsam, siz bilasiz aynan bu ekanligini. Adashib qolish ehtimol yo'q. Endi to'rtinchisi bu ismul mavsul. Bu allazi, allati, alladina, allati va hokaza. Ismul mavsulni inshaalloh o'z o'rnida o'tamiz. Hozircha bilib qo'yishingiz kerak bo'lgan narsa nima? Ism mavsul ma'rifa ism ekanligi. Beshinchisi al bilan kelgan ism. Al muarrafu bi al deyiladi.
Al kitabu, ar rajulu, al mistaratu. Qachonki siz bir ism aliflom bilan kelganligini ko'rsiz, siz unga ma'rifa ism deb hukm qilasiz. Endi 6-chisi avvalgi 5 taga izofa qilingan ism. Xo'p. Avvalgi bizda izofa degan narsa bor. Ya'ni aytaylik Muhammad va kitob degan so'z bor. Biz nima agar Muhammadning kitobi demoqchi bo'lsak, biz izofa qilamiz arab tilida. Ya'ni u bir-biriga qo'shamiz. Kitobni Muhammadga nisbat beramiz. Xuddi shunday, agar biror bir ism tepada zikr qilingan zamirga yoki alamga yoki ismi ishora yoki ismi mavsulga yoki al bilan kelgan ismga qo'shiladigan bo'lsa, u ham ma'rifa bo'lib qoladi. Misol uchun kitabun so'zi. Kitabun o'zi nakira edi. Qachonki kitabuhu tepadagi mana bu zamir huga izofa bo'lib qo'shilar ekan, kitabun ham avtomatik birdaniga ma'rifaga aylanib qoladi. Yoki kitabu hada, buning kitobi, bu mana bu yerda ismi ishoraga izofa qilindi. Yoki kitabul ladzi desak, kitabul ladzi bu yerda ism mavsulga qo'shildi. Yoki kitabur rajuli bu yerda al bilan kelgan ismga qo'shildi. Yana alamlarga qo'shilganiga misol keltirmamiz. Nima deymiz? Kitabu Muhammadin deymiz. Muhammadning kitobi. Shunday qilib tepadagi 5 tasiga izofa qilingan ism ham ma'rifa bo'lib qoladi. Ya'ni nakira ism ma'rifaga qo'shilishi bilan u ham ma'rifa bo'lib qoladi. Va ma'rifa ismlardan 7-chisi esa bu nakira-i maqsuda. Bizda nidoni nakira-i maqsuda bor, keyin nakira-i g'oyri maqsuda bor. Mana shu nakira-i maqsuda qasd qilingan nakira bizda nima bo'ladi? Ma'rifa bo'ladi. Chunki mana bu ya rajulu ey kishi, ya tilmizu, ya g'ulamu, bular hammasi nakira-i maqsuda. Siz bu yerda muayyan bir shaxsni qasd qilasiz. Misol uchun aytaylikki, ko'chada ketayotdingiz, kimnidir hamyoni tushib qoldi. Siz u kishini tanimaysiz. Hamyonini olasizda ya rajulu deysiz, ey kishi deysiz. Siz atrofingizda 100 ta, 200 ta kishi yurgani bilan siz bir muayyan bir kishini qasd qilib nido qilyapsiz. Ey kishi deyapsiz. O'sha uchun bu ham ma'rifa bo'lib qoladi. Chunki siz muayyan bir shaxsni qasd qilayotgan bo'lasiz. Yoki misol uchun shogirdlaringiz ichida faqatgina bittasi o'ynayotgan bo'lsa, ya tilmizu deysiz. Ey bola deysiz. Bittasini chaqirsiz. Ey bola deysiz. Nima? Siz shuncha 30 ta, 20 ta o'quvchilaringiz ichida faqatgina bittasini qasd qilgan bo'lasiz. Yoki bitta yosh bola ketayotdi, ya g'ulam, ey bola deb chaqirishingiz mumkin. Aynan o'sha bolani. Demak, bu yerda aynan muayyan bir shaxs qasd qilinganligi uchun bu ham ma'rifa bo'ladi. Demak, bizda mana shu ma'rifa ismlar mana shu 7 tadir. Bularni yodlab olasiz, qolganlari nakira bo'ladi. Zikr qilingan ma'rifa ismlardan boshqasi nakiradir. Bunga misol tilmizun kitabun. Tilmizun biz oldin zikr qilingan birortasiga to'g'ri kelmaydi. Zamirga ham to'g'ri kelmaydi, alamga ham to'g'ri kelmaydi, ismi ishoraga ham to'g'ri kelmaydi, ismi mavsulga ham to'g'ri kelmaydi, alif lom bilan ham kelmagan, birortasiga izofa ham bo'lib kelmagan, nido maqsuda, nakra maqsuda ham bo'lib kelmagan. Xo'p, kitabun ham xuddi shunday. Tepada zikr qilingan 7 tasini birortasiga to'g'ri kelmaydi. O'sha uchun tilmizunni ham nakira deymiz, kitabunni ham biz nakira deb aytamiz. Xo'p, endi aslida mubtado ma'rifa bo'ladi, xabar esa nakira bo'ladi. Tepadagi shuncha narsani nimaga zikr qildik desak, aynan mana shu qoida uchun biz zikr qildik. Mubtado aslida ma'rifa bo'lish kerak, xabar esa nakira bo'lish kerak. Mubtado nakira bo'lib qolishligi, ya'ni aslida nakira bo'lmaydi, xabar ham aslida ma'rifa bo'lmaydi. Qaranglar, misol qilib keltirsak, tilmizun mujtahidun deganimizda, tilmizun mubtado bo'lishlikka yaroqlimi desak, yaroqli emas, chunki bu ma'rifa emas. Biz aytuvdikki mubtado ma'rifa bo'lishligi kerak dedik. Ammo tilmizun esa ma'rifa emasdir. Xo'p, mujtahidun esa xabar bo'lishlikka yaroqlimi desak, yaroqli, chunki bu nakiradir. Ma'rifalik alomati yo'qdir. Lekin shu bilan birgalikda tilmizun mujtahidun mubtado xabar jumlasi bo'lmaydi. Chunki tilmizun yaroqli emas dedik. Keyingi misolda esa at-tilmizul mujtahid. At-tilmiz bu yerda esa mubtado bo'lishlikka yaroqli,
ma'rifalik alomati bor alif lam. Al mujtahidu esa xabar bo'lishlikka yaroqlimi desa, yaroqli emas. Chunki biz xabar nakira bo'lish kerak dedik. Ammo bu yerdagi mana bu mujtahiduda esa alif lam bor. Alif lam esa ma'rifalik alomati. Demak, bu mubtada xabar jumlasi bo'lmaydi. Endi at-tilmizu mujtahidun deydigan bo'lsak, o'quvchi tirishqoqdir deydigan bo'lsak, mana shunda bu mubtada xabar jumla bo'lishlikka yaroqli. Chunki at-tilmizu bu yerda ma'rifa bo'lyapti, mujtahidun xabar esa nakira bo'lyapti. Demak, bilib oldik. Mubtada ma'rifa bo'ladi, xabar esa nakira bo'ladi. Endi xabarning hukmiga keladigan bo'lsak, xabar mubtado sababli marfu bo'ladi. Biz nima dedik? Mubtado marfu bo'ladi dedik, to'g'rimi? Mubtadoni ta'rifida aytdikki, lafziy omillardan xoli bo'lgan marfu ism dedik. Demak, mubtado marfu. Xabar esa nima desak, mana bu yerda aytayaptiki, xabarning hukmi mubtado sababli marfu. Ya'ni xabarning omili mubtado bo'ladi. Mubtado xabarni marfu qilib qo'yadi. Xabarning omili mubtado, mubtadoning omili esa ma'naviy omil ibtidodir. Zaydun mujtahidun deganimizda nima deymiz? Zayd mubtado deymiz. Marfu raf alomati mana bu zohir zamma bo'ladi. Mujtahidun esa xabar deymiz, marfu raf alomati zohir zamma. Mana bu yerdagi Zaydunga e'tibor beraylik. Zaydun bu yerda ism bo'lganligi uchun, atoqli ot, alam bo'lganligi uchun ham bu mubtada bo'lishlikka yaroqli bo'lyapti. Xo'p, at-tilmizani mujtahidani deganimizda ham at-tilmizani bu yerda mubtada bo'ladi, marfu bo'ladi, raf alomati zamma bo'lmaydi. Nimaga desa, chunki bu tasniya ikkilik, o'sha uchun raf alomati bu yerda alif bo'ladi. Mujtahidani bu yerda ham xabar marfu bo'ladi, raf alomati alif bo'ladi, chunki bu ham ikkilikni bildiryapti. Al-muallimuna mujtahiduna. Al-muallimuna mubtada marfu raf alomati vav zamma emas. Chunki muallimuna bu jam muzakkar solim. O'sha uchun buni raf alomati vav bo'ladi. Mujtahiduna ham xuddi shunday xabar bo'ladi, marfu bo'ladi, raf alomati vav. Abuhu zu ilmin. Otasi ilm egasi degani. Mana bu yerda abuhu mubtado bo'ladi, marfu bo'ladi, raf alomati vav. Chunki abu bu asmoi xomsadandir. Zu ilmin esa zu bu yerda xabar bo'ladi, marfu bo'ladi, raf alomati esa mana bu vav bo'ladi. Xo'p. Shunday qilib umumiy mubtadoni ham, xabarni ham umumiy tafsilotini o'rganib chiqdik. Va mana bu yerda oxirida ko'rgandik, biz marfu haqida ham gapirgan edik va marfuni o'sha rafi alomatlariga ham birdaniga misol ham keltirib ketdik. Xo'p, endi xabar haqida yana gapiriladigan gaplarimizdan biri shuki, xabar 3 qismga taqsimlanadi. Bu mufrad, jumla, shibh jumla. Jumla esa 2 turli bo'ladi. Ismiya, fe'liya bo'ladi. Shibh jumla esa bizda jar va majrur va zarf zamon va makon bo'ladi. Demak, xabar mufrad bo'ladi, keyin yana xabar jumla ismiya, jumla fe'liya bo'ladi va yana xabar shibh jumla esa jar va majrur va zarf zamon va makon bo'lishi mumkin. Hozirda biz faqatgina mufradga cheklanamiz. Bularni esa o'z o'rnida inshaalloh. Mufrad xabar jumla va shibh jumla bo'lmaganidir. Endi biz mufrad xabar deganimizda mufraddan maqsad biz sarfda o'tgan mufradni tushunmasligimiz kerak. Ya'ni qaranglar, mana bu misolga qaraydigan bo'lsak, Zaydun mujtahidun. Mana bu yerda mujtahidun mufrad xabar bo'lyapti. At-tilmizani mujtahidani. Mujtahidani ham bu yerda mufrad bo'lyapti. Mujtahiduna bu yerda ham mufrad bo'lyapti. Xo'p, sarfiy jihatdan bu misol uchun bu mufrad, bu esa tasniya ikkilikdir. Bu esa jamdir. Bu yerdagi, ya'ni mufrad xabardan maqsad sarfda tushunilgan mufrad emas. Bu yerdagi mufraddan maqsad jumla va shibh jumla bo'lmaganidir. Jumla va shibh jumla qanaqa bo'lishligini inshaalloh keyingi darsda o'rganamiz. Keyingi ikkinchi darsda o'rganamiz va o'shanda
inshaalloh farqini yanada ham yaxshiroq ajratib olasizlar. Endi hada kitabun. Bu kitobdir. Buni endi biz tarjima qildik. Hukmini zikr qildik va har bir hukmini, tafsilotini zikr qildik. Endi i'roblash vaqti keldi. Xo'p, i'roblashdan oldin ismi ishoraga bir boshqacha nazar bilan qarashimiz kerak bo'ladi. Ismi ishora ko'rsatish olmoshi aslida ikki qismdan tashkil topadi. Bu ha, bu tanbih harfi deyiladi va zadan tashkil topadi. Ha, za. O'zi ismi ishora mana bu za hisoblanadi. Mana bu ha esa bu tanbih harfi hisoblanadi. Nimaga bu yerda alif bilan yozdingiz desiz? Chunki yozilishda mana bu alif yozilmaydi, lekin gapirilishda bu alif bor. Biz nima deymiz? Haza deymiz. Hech kim haza demaydi-yu, haza deydi. Nutq qilishda mana bu alif o'qiladi, lekin yozilishda bu alif o'qilmaydi. Xo'p, demak nima? Ha bu tanbih harfi hisoblanadi. Za esa ismi ishora hisoblanadi. Bu tanbih harfi xuddinki biz o'zbek tilimizdagi o'xshab ketadi. Biz nima deyishimiz mumkin? Bu deyishimiz ham mumkin. Mana bu ham deyishimiz mumkin. Siz kimgadir yanada ham e'tibor bilan qarashligi uchun mana bu deysiz, mana deysiz, mana. Mana bu yerdagi tanbih harfi ham xuddi manani ma'nosini bajaradi. Demak, haza, demak, za bu degani. Haza mana bu. Ya'ni daqiq tarjima qiladigan bo'lsak, hazani biz mana bu deb tarjima qilishligimiz kerak bo'ladi. Va haza ikki qismga taqsimlanishligi bu faqatgina hazada emas. Hazihida ham xuddi shunaqa. Hazani, hatani, haulai. Mana bularning barchasida za, zihi, zani, tani, ulai mana bular ismi ishora hisoblanadi. Mana bu halar esa bular barchasi tanbih harfi hisoblanadi. Demak, haza ikki qismdan iborat ekan. Ba'zilar hazani bitta qilib i'roblab ketadi. Haza ismi ishora sukunga mabni, mahallan rafta mubtada deydi. Ba'zilar esa bizga o'xshab uni ikki qismga taqsimlab i'roblaydi. Aytadiki, ha tanbih harfi sukunga mabni. Nimaga sukunga? Chunki ha mana bu yerda alifda sukun to'xtalayotganligi uchun biz buni sukunga mabni deymiz. Bu haqida gapirib o'tdik. I'robda o'rni yo'q deymiz. Nimaga i'robda o'rni yo'q desa, bu haqida tez orada inshaalloh zikr qilamiz. Zani esa biz ismi ishora deymiz. Ya'ni biz birinchi avvalo nima ekanligini aytib olishimiz kerak. Bu qanaqa turdagi ism ekanligini aytib olishimiz kerak. Biz zani ismi ishora deymiz. Sukunga mabni deymiz. Bu haqida ham gapirdik. Za deganimizda sukunga mabni bo'ladi. Mahallan rafda. Bu mabni-yu, mabni marfu bo'lishligi mumkin emas. O'sha uchun biz mahallan rafda deymiz. Va bu mubtadodir. Xo'p. Ba'zilar esa shuni hada ismi ishora sukunga mabni mahallan rafda mubtado deb shu bilan cheklanadi. Ammo biz esa buni bo'lib i'roblaymiz. Kitabunni biz xabar deymiz. Marfu raf alomati zohir zamma deb aytamiz. Xo'p, nimaga biz kitabunni qanaqa ismligini zikr qilmadik desak, chunki bu turdagi kitabun, farosun, tilmizun bundaqa so'zlar juda ko'p. Biz uni turini zikr qilmaymiz. Ammo mana bu zani buni muayyan bir turi bo'lganligi uchun ismi ishora deymiz. Yoki bizga zamirlar, kishilik olmoshlari keladigan bo'lsa ham zamir deb ketamiz. Ammo mana bu kitabun kabi ismlarni biz falondaqa ism deb o'tirmaymiz, chunki bundaqa ismlar juda ko'p. Oddiy kitabunni biz xabar deymiz, marfu deymiz, raf alomati zohir zamma. Shu bilan hada kitabunni i'roblab bo'ldik. Keyingisi hadihi mistaratun. Xo'p, mana shu yerda birinchi darsimizni birinchi qismi tugaydi. Darsimiz albatta cho'zilib ketdi. Ba'zilar aytishi mumkin, darsda juda ham ko'p tafsilot zikr qilinibdi deyishi mumkin. Va bu tabiiyki biz kitobi boshida, darsi boshida aytuvdikki, bu kitob kimlar uchun degan savolga javob berib aytayotganimizda Mabdaul Qiroat 1, 2 va Janoh Tolib va Mabdaun Nahuni o'qigan kishilar uchun degandik. Endi bu yerda biz bu darslikda ayni Mabdaun Nahuda zikr qilingan qoidalarni ayni o'zini olib kelsak, bu bo'lmaydi. insonlarga yana takror bo'lib qoladi va bu malollantirib qo'yadi, insonlarni zeriktirib qo'yadi. O'sha uchun
tabiiyki bu yerda yanada ham oshiqcha ma'lumot berishlik afzal deb bildik. Siz boshqa bir bosqichga o'tganingizdan keyin ma'lumot sizga yangi ma'lumot kirib turishi kerak. Aks holda siz ham o'smaysiz va qaytam aytganimizdek malollanib qolasiz. O'sha uchun bunaqa tafsilotni zikr qildik. Bu bir tarafdan va yana bir tarafdan bu tafsilotni zikr qilmasak ham bo'lmas edi. Chunki bu bizni e'roblashimizga tegishli bo'lgan qoidalar edi. Bularsiz tabiiyki imkoni yo'q edi. Qayerda darsni qisqartirish imkoni bo'lgan bo'lsa, o'sha yerda qisqartirdik. Qayerda imkoni bo'lmagan bo'lsa, o'sha yerda biz tafsilotini zikr qilishlikka majbur bo'ldik. Shunday qilib, birinchi darsimizni avvalgi qismi tugadi. Inshaalloh keyingi darsda biz mana shu birinchi darsni ikkinchi qismidan davom etamiz. Alloh taoladan darslarimizni manfaatli va davomli qilishini so'rab qolamiz. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastag'firuka va natubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.